Tog'asinikiga tashlab ketishadi. O'gay akalari tegajonlik qilgan. Qizlik pardasi temasidan keyin bu juda katta muammoligi yuzaga chiqyapti, chunki yozayotganlar juda ham ko'p. Eng asosiy muammo shundaki, qizlarimizni ota-onalari masalan qarindosh urug'nikida qoldiradi, ishga ketadi-da, o'zini xolasiniga yoki amakisiga, tog'asinikiga tashlab ketishadi. Yo'da agar yoshi sal kattaroq o'g'il bola bo'lsa yoki даже o'sha erkaklar bo'ladigan bo'lsa ham, bu qizlarga tegajonlik qilib qo'yishadi va bu narsani yosh bola masalan 5-6 yoshimda bo'lganman degan qizlar murojaat qilishdi. 10-12 yoshimda bo'lganman degan qizlar ham endi har xil yoshda. Ba'zilari ota-onamga aytolmadim, nimaligini tushunmadim, lekin hozir eslasam men noto'g'ri qilgan ekan. Hattoki shunaqasi ham bo'lgan, o'zini o'gay aka-singillari bilan yashaganda o'gay akalari tegajonlik qilgan. Shuning uchun bu narsani ota-onalar tushunishi kerak. Qiz bolani tarbiyasida juda ham muhim, ularni atrofini kim o'rab turibdi. Masalan, siz juda ham ishongan insoningiz bo'lishi mumkin, o'zingizni singlingizni farzandlari bilan o'g'il bolalar bilan tashlab ketyapsiz. Lekin ular hali tushunmasdan qiziqib ko'rib, qiz bolaga qanaqadir tegajonlik qilib qo'yishi mumkin va bu keyinchalik qiz bola uchun katta travma hisoblanadi. Va o'sha 10 yilmi, 15 yilmi katta bo'lgunicha bo'lgan davrda qachonki tushunib yetsa, men qiz bolamanmi degan savol yuzaga kelib chiqyapti-da. Juda ko'p qizlarimiz mana